yo'q ekan. Qadim zamonda bobo sholg'om ekibdi. Sholg'om kattakon bo'lib o'sib yetilibdi. Bobo sholg'omni tortib olgani boribdi. Tortib yerdan tortib ololmabdi. Shunda bobo buvini yordamga chaqiribdi. Buvi bobo sholg'omni tortibdi, biroq sholg'om o'rnidan qo'zg'almabdi. Buvi nabirasini yordamga chaqiribdi. Nabira buvini, buvi boboni, bobo esa sholg'omni bu safar ham tortib olisholmabdi. Nabira kuchukni yordamga Kuchuk nabirani, nabira buvini, buvi boboni, bobo sholg'omni tortishibdi, biroq sholg'omni tortib olisholmabdi. So'ngra kuchuk mushukni chaqiribdi. Mushuk kuchuk nabirani, nabira buvini, buvi boboni, bobo sholg'omni tortishibdi, lekin tortib olisholmabdi. Shundan so'ng mushuk sichqonni yordamga chaqirdi. Sichqon mushukni, mushuk kuchukni, kuchuk nabirani, nabira buvini, buvi boboni, bobo sholg'omni tortishibdi va oxiri tortib olishibdi. Bolajonlar, sizga ertagimiz yoqdimi? Unday bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling.